Alfarit kostyumchilari zo'r. Yana bormi deyapti? Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Bugun bolajonlar bayrami munosabati bilan sovg'alarni bolajonlarga tarqatamiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Biz Tojikistondan tashrif buyurdik. Biz Toshkent shahridan keldik. Biz Farg'ona shahri Marg'ilondan. Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan. Namangan viloyatining Chortoq tumanidan tashrif buyurdim. Qo'qon shahridan keldik. Chortoqdan tashrif buyurdim. She'r bilasizmi? Aytib beringchi. Shimshga yettiravur, shim tettirayni chiqarakatiz, to'nolikka yaqintish. Doim ishlaringiz o'ngidan kelsin. Amin. Doim chiroyli mana shunday xursandchilik joylarda uchrashaylik. Aytgansiz, Alloh akbar. Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz va shahrimiz mehmonlari. Afar firmasi bugungi bayram bilan barcha bolajonlarni tabriklaydi va sovg'alarni ulashishda davom etadi. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Biz Tojikistondan tashrif buyurdik. Slovadan. Rayon. Xo'janddan. Bu nevarangizmi? Nevaram. Birinchi sinfda o'qiylar. 2-sinfga o'tdi. Ota Firuzbek. Gap yo'q, katta bola bo'lsa biz Afar firmasida zamonaviy kostyum shimlar ishlab chiqaramiz. Nevarangizga qanday kostyum shim kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning Tojikistonda ham do'konlarimiz mavjud. Rahmat. Salomat bo'ling, yana tashrif buyuring va sovg'a sizga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ilohim baraka topinglar. Salomat bo'ling, yana kelinglar. Rahmatli baraka topinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Biz Toshkent shahridan keldik. Gullar bayrami sizga yoqyaptimi? O'sa yoqdi, juda ham chiroyli. Bolajonlar nechinchi sinfda o'qishadi? Bu birinchida, bu hali bormagan. Bu ikkinchida, bu hali bormagan. Juda yaxshi. Kostyum shim oladigan bo'lsangiz, Toshkent shahrida joylashgan Afarit do'konlaridan murojaat qilsangiz, bemalol olib ketishingiz mumkin. Siz Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Chortoqdan tashrif buyurdim. Hop, Gullar bayramiz yoqyaptimi? Yoqyapti, baza qilib o'ynayapmiz. Nevaralar bormi oyisizda? Nevaralar bor, nevaralar 5 ta. Mani bog'chaga boradi. Maktabga boradiganlar ham bor? Maktab borgani ana o'g'lon. Kichkinalari bor. Maktabga chiqadigan kostyum shim oladigan bo'lsangiz, Alfarit firmasiga murojaat qilsangiz, ko'ngilingizda kostyum shimlarni sizga yetkazib berishadi. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Biz Farg'ona shahri Marg'ilondan. Marg'ilonda. Maktabga chiqadigan bolalaringiz bormi? Nechinchi sinfda o'qiylar? 5-sinf. 5-sinfda. Yangi o'quv mavsumi uchun o'g'lingizga Alfarit firmasi ishlab chiqargan kostyum shimlarni tavsiya qilamiz. Bizga murojaat qilsangiz, ko'ngildagidek kostyum shimlarni sizlarga yetkazib beramiz. Xudo xolisa boramiz. Hop, sovg'alarimizni sizlarga taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Namangan viloyatining Chortoq tumanidan tashrif buyurdim. Men suhbat nimasida hammani tabriklayman. Qo'shaloq bayram bilan, bolalar bayrami bilan. Yaxshi, zo'r o'tyapti. Rahmat, farzandlaringiz bormi? 2 ta o'g'il, 2 ta qizim bor. Nechinchi sinfda o'qishadi ular? Kattam 8-sinf, ikkinchim 6-sinf. Bular 3-sinflar, bular 1-sinflar. Yaxshi. Yangi o'quv mavsumi uchun Alfarit firmasida zamonaviy kostyum shimlar ishlab chiqarilyapti. Bizga murojaat qilsangiz, ko'ngilingizga yoqadigan kostyum shimlarni sizlarga taqdim etamiz. Rahmat. Arzimasa ham mana shu sovg'alarimizni sizlarga taqdim etamiz. Alfarit kostyumchilari zo'r. Rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan. Farg'ona viloyatida. Farzandlaringiz bormi? Ikkita farzandlarimiz bor. Nechinchi sinfda o'qishadi? Bunisi 5-sinf, bunisi 1-sinf. Yangi o'quv mavsumi uchun bizda zamonaviy kostyum shimlar ishlab chiqarilmoqda. Bizga murojaat qilsangiz, farzandlaringizga mos kelgan kostyum shimlarni sizlarga taqdim etamiz. Mana shu arzimas sovg'alarni sizga taqdim etamiz. Mana sizga, bu esa sizga. Instagramdan ham kuzatib boramiz, doim. Yaxshi qilishda davom etinglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Sovg'alarni o'z egalariga topshirishda davom etamiz. O'g'lim, necha yoshsiz? 6 yosh. 6 yosh. Bog'chaga chiqasizmi? Ha? She'r bilasizmi? Ha. Aytib beringchi. Shimshga yettiravur, shim tettirayni chiqarakatiz, to'nolikka yaqintish. Gap yo'q. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Doktor bo'lganingiz uchun. Mana. Biz sovg'alarni egalariga topshirishda davom etamiz.
Assalomu alaykum. Bugungi gul bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'qon shahridan keldik. Hop, bu farzandlaringizmi? Yo'q, o'quvchilarim. Qo'shnilarim. Nechinchi sinfda o'qishadi? 2-3 sinflarim bor. Mental arifmetikadan musobaqaga kelib, keyin gullar bayramiga kirdik. Gullar bayrami taassurotlar yaxshimi? Yaxshi, chiroyli gullar. Shahar Namangan shahri ham juda chiroyli ekan. Biz Alfer firmasida yangi o'quv mavsumi uchun zamonaviy kostyumlar ishlab chiqaramiz. O'quvchilaringizga kerak bo'lganida Qo'qonda ham do'konlarimiz mavjud. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling, dam olishda davom eting. Sovg'amiz sizga. Mana bolajonlarjon. Talashma. Mana. Assalomu alaykum. Gullar bayramiga qayerdan tashrif buyurdingiz? Biz Qo'prayon G'urumso'ra qishlog'idan keldik. Bular nevaralaringizmi? Bular nevaralar. Bular yil 1-sinfni bitirib 2ga ko'chdilar. Bularchi? Bular 4 yosh hali. Ha, bog'chaga chiqarganlar-da. Bog'chaga chiqadilar. Xudo xolasa, gullar bayramini rosa intizorli bilan kutuvdik. Mana Allohim yetkazdi. Yoqyaptimi bu yerdagi atmosfera? Albatta yoqadi. Bunaqa chiroyli joy hech qayerda yo'q. Shuning uchun Namangan gullar shahri deydi. Rahmat, sog' bo'ling. Biz Alfer firmasida zamonaviy kostyum shimlar ishlab chiqarib bolalaringizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Bajarasiz sovg'ani qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Doim ishlaringiz o'ngidan kelsin. Doim chiroyli mana shunday xursandchilik joylarda uchrashaylik. Aytganingiz, Alloh akbar. Salomat bo'ling, kelib turinglar.